Assalomu alaykum. Tarixchilar haqida 4 ta fakt. Birinchisi, millatdan avvalgi 5-asrda qadimgi Yunon tarixchisi tarix otasi Gerodot mamlakatlarda sayohat qilib 9 bobdan iborat tarix asari yozgan. Unda yurtimizga qadimgi aholisi to'g'risida ma'lumot berilgan. Ikkinchisi, millatdan avvalgi 1-asrda qadimgi Yunon tarixchisi va geografiga Strabon geografiya asarni yozgan va O'rta Osiyo xalqlari haqida ma'lumot bergan. Ikkinchisi, milodiy 1-asrda qadimgi Rim tarixchisi Kvin Kurs Ruf Makedoniyalik Aleksandr tarixi nomli asar yozib, makedoniyalik Aleksandr O'rta Osiyo harbiy yurishlari haqida ma'lumot keltirgan. Milodiy 2-asrda Yunon tarixchisi Arian ham Aleksandr harbiy yurishlari asarini yozadi. Bu asar O'rta Osiyo tarixini o'rganishda katta ahamiyatga ega.